Mukashshafatul qulub. Omonat tavba. Ey iymon keltirganlar, Allohga chin tavba qilingiz. Shoyatki Rabbingiz sizlarning gunohlaringizni o'chirib, ostidan anhorlar oqib turadigan jannatdagi bog'larga kiritsa, u kunda Alloh payg'ambarni va u bilan birga iymon keltirganlarni sharmisor qilmas. Ularning nurlari oldilarida va o'ng tomonlarida yurar. Ular: ey Rabbimiz, o'zing bizlarga gunohimizni komil qilib ber. O'zing bizlarga nurimizni komil qilib ber. Ey Rabbimiz, o'zing bizlarga nurimizni komil qilib bergin va bizlarni mag'firat etgin. Albatta, sen ham har narsaga qodirsan, derlar. Tahrim 8. Shu mazmundagi boshqa oyat ham tavbaning fazilatidan dalolat beradi. Albatta, Alloh shungacha bilmay yo'l qo'ygan xatolardan chin tavba qiluvchilarni va obdan poklanib yuruvchilarni sevadi. Va Baqara 222. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham tavbaning fazilati borasida bunday dedilar: tavba qilib yomon amallarni tark etgan odam Allohning do'stidir. Tavba qilib yomon ishlarini tashlagan kishi gunohkor sanalmaydi, hatto qilmagan odamday bo'ladi. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadislarida Alloh o'zining mo'min bandasi yomon amallarini tark etsa, haddan ziyoda sevinib ketadi deb keltiradilar. Faraz qiling, bir kishi yonida eguligi bilan cho'lda yo'lga chiqadi, bir joyda manzil quradi va boshini yerga qo'yib uxlab qoladi. Uxlaganidan eguligi g'oyib bo'lganini ko'radi. O'ngu so'lini axtaradi. Ochlik va tashnalikdan xarob qolgan holga keladi va o'z-o'ziga bunday deydi: mayli, eguligimni yo'qotgan yerimga borib to'yib uxlay va o'lib qo'ya qolay. Boshini qo'llariga qo'yib o'lish niyati bilan yotadi va uxlaydi. Bir ozdan so'ng to'satdan uyg'onib ketadi va qarasa, eguligi yonida. Mana shunday Alloh bir mo'min tavba qilib yomon amallarni tark etgan paytda cho'lga eguligini ko'tarib, so'ngra o'ng tomonga va bu kishining sevinishidan ham ko'proq sevinadi. Rivoyat etilishicha, Alloh odamning alayhissalom tavbasi qabul qilinishini amr etganda, barcha malaklar uni tabriklashdi. Bu orada Jabroil ila Mikoil alayhissalom kelishdi. Keyin qutlug' bo'lsin, Alloh tavbangni qabul etdi, deyishadi. Odam ota surati: tavbam qabul qilingan bo'lsa, endi bundan buyon qayerda yashashimni bilsam bo'ladimi? Shunda Alloh vahiy orqali unga shularni bildiradi: ey odam, sen o'z naslingga meros qilib zahmat va mashaqqatni qoldirding, men esa ularga tavbani qoldirdim. Kim meni chaqirsa, uning chaqirig'iga tavba beraman. Sening chaqirishingni ham javob berdim. Kim mendan afv tilasa, afvimni qizg'onmayman. Qozongan afvimni beraman, chunki men bandalarimga ko'p yaqinman. Munojotlarining haqqini beraman. Gunohlariga tavba qilib yomon amallarni tark etganlarni qalblarida sevinch ila o'ynab kulgan holda
turg'izaman. Yomon amallarini tark etib go'zal amallar bilan bezaganlarning duosi har vaqt ham ma'quldir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh tunda gunoh qilgan kishining kunduzi tavba etib yomon amallardan voz kechishini kutadi. Yana kunduzi gunoh qilgan kishining ham tunda tavba etishini va bu yomon amallaridan voz kechishini quyosh botguncha chiqquncha qadar kutadi. Osmon bo'yi gunoh qilgan bo'lsangiz ham so'ngra qattiq afsuslan tavba qilsangiz va yomon fe'llaringizni tark etsangiz, Alloh tavbangizni qabul qilishini buyuradi. Bandasi biror gunoh qilib qo'yishi mumkin, so'ng u shu xatosi kechirilib jannatga kiradi. Sahobalar so'rashdi, bu qanaqasi ey Allohning rasuli? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar, bandasi gunoh qiladi, lekin tavbasini ko'z o'ngida tutadi, gunohdan qochadi. Gunohini yuvuvchi narsa nadomatdir. Gunohlariga tavba keltirib ortiq bunga yo'l qo'ymaydiganlar gunoh qilmaganlar kabidir. Bir kuni Habashistonlik bir kishi payg'ambarimizdan so'radi, ey Rasululloh, men ko'p yomon ishlarga qo'l urdim. Endi bunday qilmaslik sharti bilan tavba qilsam qabul bo'ladimi? Rasululloh alayhissalom tasdiqladilar. U kishi ketdi, so'ngra orqaga qaytib bunday dedi, ey Rasululloh, men yomon amallardan turaversam Alloh meni ko'radimi? Rasuli akram ha deb tasdiqladilar. Bu javobni eshitgan habashistonlik kishi oh urdi-da, shu ondayoq jon taslim etdi. Rivoyat qilinishicha, Alloh shaytonni la'natlagan paytda u muhlat so'radi. Alloh unga qiyomatga qadar muhlat berdi. Shunda iblis, izzating va jaloling haqqi odamzodning joni tanasini tark etmaguncha uni to'g'ri yo'ldan adashtiraman dedi. Alloh ham izzatim va jalolim haqqi odamzodining joni tanasini tark etguncha uning tavbasini qabul ettiraveraman dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam suv libosini kirini ketkazganday qilingan go'zal va xayrli ishlar gunohlaringizni yuvib ketadi dedilar. Bir odam Abdulloh ibn Mas'uddan raziyallohu anhu so'radi, men gunoh qildim, tavba etib boshqa bunday qilmasam Alloh afv etadimi? Ibn Mas'ud avvaliga u odamdan yuz o'girdi, javob bergisi kelmadi. So'ngra berilib unga qaradi. Odamning ko'zlaridan yosh oqayotgan edi. Bunday dedi, jannatning 8 eshigi bor, hammasi ochilib yopilib turadi. Faqat tavba eshigi hech yopilmaydi. Uning ustidan eshik yopilmasin uchun bir farishta tor, tavba qil, ma'yus bo'lma. Ibn Mas'ud raziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, bir kimsa gunohiga tavba etib boshqa bunday gunoh qilmasa va yomon amallarini tark aylasa, Alloh yozib oluvchi va farishtalariga ul bandasiga yozilgan gunohlarni o'chirtiradi. Ayni tarzda bandasining barcha a'zolariga, gunoh qilingan joyiga va ko'kdagi maqomiga ham gunohlarini unuttiradi, toki qiyomat kuni bu gunohlarini qilganiga oid guvohlar topilmasin. Hazrat Ali karamullohu vajhahu
payg'ambarimizning alayhissalom naql etadi. Alloh maxluqotni yaratmasdan 4000 yil ilgari arshni atrofida bunday yozuv bor edi: men tavba qilgan hamda iymon keltirib ezgu ish qilgan, so'ngra to'g'ri yurgan kishilarni albatta mag'firat qiluvchilardirman. Taho 82. Ey birodarim, bilib qo'yki, tezlik bilan katta va kichik gunohlardan tavba qilish va yomon amallarni tark etib yaxshi xulq egasi bo'lish farzi aynidir. Kichik gunohlarga beparvolik va hadeb kichik gunohlarni qilaverish katta gunohlarning yuzaga chiqishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham Alloh taolo marhamat qiladi. Ular biror fahsh ish qilib qo'ysalar yoki o'zlariga zulm qilib qo'ysalar, darhol Allohni eslab istig'for aytadilar. Vaholanki gunohlarini faqat Allohgina mag'firat etar. Yana ular bilan turib qilmishlaridan davom etmaydigan kishilardir. Oliy Imron 135. Tavbani boshqa gunoh qilmaslikka qarab etib yo'l qo'ygan xatosi uchun afsusni chin qalbdan ifodalashi kerak. Yuzaki va til uchida tavba qiluvchilarning holi g'oyat achinarlidir. Bu holat ushbu voqeani esga soladi. Sasib yotgan axlat ustiga ipakdan ko'z qamashtiruvchi bir gazmol yopib qo'yiladi. Tagida nima borligini bilmaydi. Odam bu ipakka hayron bo'lib qaraydi. Lekin gazbolni ko'tarib axlatni ko'rganida burnini changallab qochib ketadi. Shunga o'xshab ibodatni chin ko'ngildan qilmaganlar ham boshqalarda yoqimsiz taassurot qoldiradi. Ko'rinishlari namoz niyozdayu ichlari hamon o'sha iflos. Qiyomat kuni pardalar ko'tarilganida farishtalar ulardan qochadilar. Rasululloh alayhissalom bir hadislarida bunday marhamat qiladilar: Alloh sizning bo'y-bastingizga, ko'rinishingizga boqmaydi, yolg'iz qalbingizga boqadi. Ibn Abbos roziyallohu anhuma derki, necha odamlar borki, qiyomat kuni tavba qilganman deb keladi, holbuki u tavba qilmagan. Tavba qilishning ba'zi shartlari bor. Bular odam ich-ichidan afsus, nadomat bilan tavba qiladi. Go'yo gunohini boshqa takrorlamaslik azm etib shunga intiladi. Mumkin bo'lsa haqqini yegan kishining haqqini qaytarib beradi. Yo'qsa kimning haqqiga tajovuz qilgan bo'lsa, o'sha kishini bilan halollashadi. Agar mazlumning haqqini berish ham roziligini olish ham ilojisi bo'lsa, uning haqqiga duo qilish va istig'for aytish kerak bo'ladi. Shunda Allohning undan rozi bo'lishi umidi bor. Gunohlarni unutish ayblarning eng yomonlaridir. Aqlli odam albatta o'zini o'zi so'roq qiladi, o'zidan hisob so'raydi, gunohlarini unutmaydi. Shuni nazarda tutib shoir bunday degan: gunohlarini unutmaydi. Shuni nazarda tutib shoir bunday dedi: sirtiga gunohi yuklangan inson, unutma gunohing, yuv uni chaqqon. Allohga o'limdan oldin tavba qil, aybingni tan olgin ey osiy, shoshil. Imom Abu Lays hikoya qiladi: bir kuni Hazrati Umar roziyallohu anhu payg'ambarimiz
sollallohu alayhi vasallamning qoshiga yig'lab keldi. Rasululloh alayhissalom sababini so'raganlarida, u zot: ey Rasululloh, eshikda bir yigit yig'lab o'tirgan ekan, ko'nglim ezildi, shuning uchun yig'ladim, deb javob berdi. Payg'ambarimiz alayhissalom uni ichkariga oling deb buyuradilar.